Maza qildim. Maza qilib turdim. Telefonni olib soatni chopdi. Onunla ya maktabga kech qolibdi. Maktabga tezroq olish kerak. Ruchka, daftar, hammasi qalam, hammasi olish kerak. Maktabga borishim kerak. Yo'q. Maktabga borishim kerak tezroq. Yaxshi maktab yaqin. Uyda o'qityapman. O'qitib olishim kerak. Soatim. Telefonimni ham olmadim. Olay hammasini tak. Telefonni oldim. Ne? Tak. Yaxshi bo'ldi. Endi hamma narsani oldim. Telefonni ustoz ko'rib qolmasa bo'ldi. Ishqilib yangi olgandim Redmi. Yangi oldim. iPhone olishga pul yo'qdi, Redmi oldim. Maktab yaqin yo'q. Yaxshi ham maktab yaqin. Tezroq borishim kerak. Tezroq o'qitib oldim. O'qitlanmadim ham ertalab. Mayli, o'qitganim ko'rmasin. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Nimaga kech qolding? Endi ustoz uzr. Xo'p, ustoz o'tiraveraymi? Ustoz O'tir. Mayli ustoz. Kechiring, endi bir marta kech qolibman-da, uxlab qolibman. Xo'p, ustoz, nima yozish kerak? Kitobing yo'qmi, qarang? Ustoz, mana bor. Hujjamiz tak. Buni Bola bu joyiga e'tibor beringizlar. Ketdi. Xo'p. Tak. Yozamiz, kitob qo'ydim. Ana endi tak. Tezroq. Biz yozamiz. Hozir tak. Bo'ldi, yozyapmiz. Ustoz! Bo'ldim, ustoz. Ketaveraymi? Ikrom, nimaga kech qolyapsan? Unga qarama. Ikrom, o'zingni bos. Maktabga keldim, yes. Ikrom. O'tir, Ikrom. O'tirmayman. Mayli. Ustoz, mayli, mana. Konspektlar hammasi. Men ketdim, ustoz. Nima ketdim shunaqa. Tak bo'l. Ustoz. Mana daftarlarim. Ustoz, mana. Ertaga kelib olaman, ustoz. Rahmat, ustoz. Bo'pti, men ketdim. Yaxshi, birinchi kun Ikrom keldi. Ikrom bilan ham ko'p o'ynamoqchi edim. Aytgancha Ikrom bilan bugun o'ynaymanmi? O'yinman ketib qolgan yomon bo'ldi. Mayli, pabga kirish hozir. Pabga o'rtoqlarim kirgan ekan. Aytgancha o'qitlab olib. Yo'q. Naqd o'qitlanib bo'lmaydi. Desek, men joyiga o'tirib olaman-da. Ustoz olmagaman. Mazali. Olma. Buni qo'yib qo'yay, endi pabga kiramiz. Telefonni yoqib. Telefon. Просто yonatursin. Endi pabga o'ynaymiz. Voy. Так, Facebook Gamer kanali. Mana shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yishim kerak. Sizlar ham albatta shu kanalga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Men videoni yana ketdim. Так, bu. Oy, rosa charchab ketdim. O'zi ham o'ynayveribay. Kompyuterdan chiqmadim, o'zi ham bir ko'chaga chiqib ko'raylar. Kech bo'lyapti shu. Kuni yarmigacha o'ynabman va dars srazu qildim. Hoppa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikrom dadasi. Alaykum assalom. Nima qilyapsan? Endi yuribman prosta. Hop, qishloqda aylanay. Tak, qishloqda bitta aylanib chiqaychi. Tak. Qishloqda ham
aylanadigan joyi yo'q. Tak. Temirchi boboning uyiga borib kelsamikin? Ha, ketganman. Qishloqdan ketgandi u. 69-qishloqqa prosto borib kelaman. U yerda ishlab borgan. Tak. Eshigi ham buzilgan. Yo, temirchi boboning uyi nima bo'ldi? Tak. Shim. Ovqat olma bor ekan. Yo'q, olmayman. Tak. Sizlar ham albatta hayotda biror narsasini olmaydi. Ketdi. Xo'p. Xo'p, albatta mana bu yerda kutubxonachi ham ketgan bo'lish kerak. Kitob sotib olmoqchiman-da. Xo'p, mana shu ertak kitoblar qatoridan ertak kitobini sotib olmoqchi edim. Mayli. Bo'ldi, video tugadi. Shu joyigacha ko'rganlar like bossin, kanalga obuna bo'linglar. Bu to'r qisqa serial bo'ldi. Men hech kimdan ko'chirganim yo'q. Prosta sizlarga qiziq bo'lishi uchun oldim. Bo'lmasam hammaga xayr bo'lib. Agar shu videoga ikkita like va keyingi qism hammaga xayr. Ciao.